Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kundalik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. İstanbul'da Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Turg'unjon Alovdin apandimning Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlari va Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlar bilan uchrashuv faoliyati o'tkazilgan. Türkiye'nin İstanbul şehrinde 15 sentabr günü Dünya Uyghur Qurultiyi Vakfı, Eysa Yusuf Altekin Vakfı, Uyghur Akademiyası Vakfı, Şarkı Türkistan Federasyası, Yusuf Hasacib Vakfı ve Teklimakan Uyghur Neşriyat qatarlıq teşkilatlarının birlikte orunlaştırışıda Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Turg'unjon Alovdinning Türkiye'de faaliyet ilib berayotgan har qaysi Sharq Turkiston teşkilat mas'ullari, ulamolar, ziyolilar, Türkiye'deki cemaat erbapları ve ticaretçiler bilen uchrashuv faoliyati o'tkazilgan. Qurultay raisi Turg'unjon Alovdin apandi Sharq Turkiston davosining navbatda murakkab bir vaziyatda turayotganligini ta'kidlab, Uyg'ur muhojirati har qaysi Sharq Turkiston tashkilotlari siyosiy faoliyatchilarga muhojiratda birlik ittifoqlikni qo'g'dash, muhojiratdagi Uyg'ur madaniyati, dini, ona tilini saqlab qolish va taraqqiy qildirish, hamkorlikni kuchaytirib, Sharq Turkiston davosini kuchaytirishga chaqiriq qilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetlik teşkilat rehberleri, muhterem ulemalarımız, ziyalilerimiz, cemaat erbaplarımız, iş adamlarımız, aziz cemaatimiz, hanımlar, efendiler, sizlerini Allah'ın en güzel salımı bilen salamlayman. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben bugün tarihimizin ve medeniyetimizin çonkur iznallarını öz içine alan mübarek şehir İstanbul'da sizler bilen birlikte boğallıkım için şeref his kılıman. Münasebet bilen naq meydandan istansimizning ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyghur Qurultiyining tashkiliy ishlarga mas'ul muavin raisi Abdurashid Abdulhamid apandi bu faoliyatning maqsadining muhojiratdagi Uyg'ur jamoati va tashkilotlar orasida ittifoqlik va birlikni ilgari surish ekanligini ta'kidlab, mundaq deydi. Bugün İstanbul'da Dünya Uyghur Qurultiyi raisi hurmatli Turg'unjon Alovdin apandimni qarshi olish murosimi edi. Bu murosimni Dünya Uyghur Qurultiyi Vakfı, Uyghur Akademiyası Vakfı, Eysa Yusuf Altekin Vakfı, Şarkı Türkistanlıklar Federasyası, Teklimakan Uyghur Neşriyatı ve Yusuf Hasacib Vakfı qatarlıq teşkilatlar birlikte uğurlaştırdık. Bu faaliyetimizge İstanbul'daki ammavi teşkilatların hem İstanbul'daki mesulleri katlaştı. Ulemalar Birliği'nin Şarkı Türkistan teşkilatlar Birliği'nin kısım mesulleri onunla Şarkı Türkistan Mağarib ve Hemkarlık Cemiyeti'nin barlık idariyet azaları, onunla ise akademisyenler, cemaat erbapları, iş insanları, ziyaliler ve amma bulup 130 etrafında kişi katlaşkan oldu ki faaliyetimizde. Hem de bu faaliyette ulaştırışımızın maksadının biri 19'undan yakın Dünya Uyghur Qurultiyi reisi bulup Türkiye'ye kilenmegende. Rabia Efendim zamanı olsun veya ki Doktor İsa Efendim zamanı olsun. Turg'unjon Alovdin Türkiye'ye kilerledi. Bu münasebet bilen hem teşkilat rehberliğinden Dünya Uyghur Qurultiyi'nin reisini şundakla şundaklaşkan iştirak kılan Dünya Uyghur Qurultiyi İcra Komitesi'nin reisi Roşan Abbas Hanım'ı iştirak kıldı. Nait yaxşı bir yığın bulup öttü. Onun başımızın dair şahitlerimizden Kalbur Sıdıkamen, Almeydin Uyghur Tadqiqat Merkezi'ndeki icra direktörü Abdülhakim İdris kardeşimiz ve başka İngilizce'den Dünya Uyghur Qurultiyi'nin sabık
ondan chiqqan sinfki müdiri Rayma Mahmud xonim, ondan boshqa Yorqonning boshqa o'xshagan davlatlardan kelgan qarindoshlarimiz bo'lib, nihoyatda yaxshi bir kayfiyat ichida, nihoyatda ahamiyatli bir yig'in bo'ldi. Bu yig'inda dunyo qurultiyi konuşturuluş bilan birga bundan keyingi faoliyatimizda birlik, ittifoqlik, hamkorlik asosida yaxshimi ko'p yaxshi xizmatlarni qila oladiganligimiz va hech qachon umidimizni yo'qotib o'tmasligimiz, Sharqiy Turkiston xalqininki o'rligi va vatanimizning ozodligi uchun to'xtamay kurash qilish irodamizni ching'itishimiz kerakligi ko'p ta'kidlangan bo'ldi. Asosliq bütün qatnashchilar bugungi bu faoliyatdan nihoyatda mamnun va rozi bo'lishganligini ifoda qilishgan bo'ldi. Bugungi bu faoliyat hem İstanbul'da tashkilotlar bilan bir araga kelgan bir faoliyat bo'ldi. Ondan boshqa yani aldığımızki kunlarda Ankara'da yana bir faaliyetler bulmakçı, Türkiye'deki o'xshagan siyasi partiler bilan başka ammaviy tashkilotlar bilan Uyghur Akademiyasındaki kuruluşturuluşunda ilip verilgan faaliyetke qatnashish bilan ularni bilan ilip verildi. Hazırdan başlap o faaliyetlerinin tayyorlıq xizmatları bulunup qolgan tafsilotlarni bir necha kundan keyin yana xabarda ijtimoiy taraqqilatlar ko'ralaysizlar. Hozircha mushunchalik ma'lumot berishni uygun ko'rdim da. Bu faoliyatda har qaysi tashkilotlarning mas'ullarining so'zidan keyin Qurultay ijroiya komitetining raisi Roshan Abbas xonim so'z qilib, Dünya Uyg'ur qurultayining xalqaro sahnalardagi faoliyati haqida qisqacha to'xtalib o'tgan. Assalomu alaykum qarindoshlar. Qahramon fidokor lager shahidimiz Qalbinur, ustozlar, tashkilot rahbarlari, xonimlar, hammanglarga salom. Növbətdə dünya vəziyyəti həmimiz görüb duruyatqanımızdək, çaxmaqdək tezlikdə özgürüb duruyatıdır. Dünyadakı aldıda meňiwatqan dövlətlərinki qimmat qaraşları, milli mənfəətləri asasında dünya siyasətləri yürgüzüləyatıdır. Bunun həmimiz şahid bolatımız. Bugünkü bu vəziyyət biz Uyğurlar üçün intayin nazuk və intayin mühim bir vaxt duruyatımız. Bugün bu vakit biz Uygurlar için bir negizlik bir buruluş basmışı, yani turning point. Bizim davayımız, hemimiz bilginimizde, düşüngenimizde bu mukaddes dava teşkilatlar üstüde, şahslar üstüde. Her kandak bir menfaat ya ki her kandak bir başka bir muddua, hemmisi bir yakka karılıp durgan asasda Allah'ın bizge bergen bu bir mutlak mesuliyet ve mecburiyet. Bütün teşkilatlarımız özlerini bu davadaki faqatlan bir vasıta ornaga koyuşumuz lazım. Yani maksat emas, biz faqatla bir vasıta. Şu maksatga yetadigan vasıtalardan buluş bizdeki vazifemizde qaralish lazım. Hamma teşkilatlar üçün, hammamiz üçün dava birinci o'rinda bo'lishi ve şu asasda hamma teşkilatlar ortak ve kollektif tirishchanliklar bilan bu bir universal to'rni hosil qilishimiz ve o'zaro hem turtkilik unum hosil qiladigan ittifoqlashlardan bo'lishimiz lozim. Gollandiyadagi lager shoidi ve qurultayning taftishi Qalbinur Sidiq xonim o'zining Xitoyning jazo lagerlarida ko'rganlarini nihoyat ta'sirli qilib, yig'in qatnashuvchilari bilan o'rtoqlashib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligining hilmi ham davom qilayotganligini, mushundaq ahvolda Xitoyning ta'tir tashviqotiga oldinib vatanga berayotgan bir qism Uyg'urlarning Sharq Turkiston davosiga ziyon selayotganligini, buning millatga qilingan bir xiyonat ekanligini ta'kidlab o'tgan. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, apandilar, hurmatli diniy zot ulamolarimiz. Hammalarni bu yerda ko'rib intayin xursand bo'ldim, nihoyat hayajonlandim. Yuqorida Abdurashid apandim degan bir eg'iz gap menga shundan ta'sir qildi. Mana hamkorlik, ittifoqlik, birlik degan mushu. Har qanday tashkilot og'zimizni bek tashviq qilamiz, birlik kelaylik, ittifoqlashaylik, birga kelaylik deb. Ammo amaliyotimiz faqat yo'q. Bizda mushlar bir amaliyot bo'lish kerak. Xitoy hukumati bizning mushunda birlik kelishimizdan, hamkorlashimizdan eng qo'rqidi. Hammalarga bu qadam tashkilotga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Men vatanimiz Uyg'uriston, Sharqiy Turkistonning
Ürümçi şəhərdə cəza lager şahidi qalbini ısıdıq buluman. Həmmanlarga köpdən köp tekrar salam yollayman. Mən şu joyda Xitoy hökumətiniki başlanğıç məktəbdə 30 yılga yaqin Xitoy tili dərsində o'qituvchilik qildim. 2017 yılı 3. aydan başlab 6 ay şu vatanimizdagi Ürümçi şəhərdə, yəni Simozavdagi şu Sanfango tağının üstüne kurulan şu kampıda 6 ay Xitoy tili dərsini tutishga məcburlandım. Bu jarayonda acayip dehşetlik zulmetlerini, facialarni, qirg'inchiliklarni o'tkazimni ko'rdim, men beshimdan o'tkazdim. Men oldimdan bu yerga borgan vaqtimda yangi tutilib kelganlar butunlay diniy zot ulamolar keldi. Men hozir bu ulamolarimizni ko'rib, albatta shu kampni darhol esimga kelib, o'zim qaytadan kampga qaytib ketdim. Borgan kuni 3-ayning 1-kuni atalmış sınıf kirsam, yangi tutilgan ulamolarning chasaqallari avatilmagan bo'lg'achqa men u yerga kiriblam, assalomu alaykum deb salom qildim ularga. U keyinda soqchilar va harbiylar va qurolliq. Intoyin qo'rqib ketdim o'zim. Ular qat'iy menga javob inkos qaytarmadi. Hammasining qo'lida, putida mana shunday zanjir kishanlangan holda atalmış shu sinflarda paka kichik o'rindiqda ular tugilib o'tiribdi. Qarsam hammasining ko'zida yosh. Taramlab to'xtamay yiqib saqallarni tushib ben xato gap qilgan o'xshayman deb darhol keynimiga o'rilib darsimni boshlab ketdim. Mening shu 2017 3-ayning 1-kuni o'tilgan shu yarim kun darsi 30 yillik o'qituvchilik hayotimdagi eng uzun so'zilgan, eng qo'rqinchli, eng unutulg'isiz bir qatim dars bo'lgan. Bu fəaliyyət İstanbulның çırpıcı meydandakı İstanbulның fəthi yılğısı mo'l qilingan 1453 mərkəz aldı elib berilgan bo'lib, fəaliyyətə Dünya Uyğur Qurultayının muavin rəisi Abdurshid Abdulhamid, Qurultay İcraiya Komitetining rəisi Roshan Abbas, Qurultayning təftişi Qalbi Nur Sidiq, Qurultay Diniy ishlar komitetining mudiri Abdujalil Turan, Qurultayning Angliyadagi vakili Rayima Mahmud, Uyghur Tədqiqat İnstitutining direktori Abdulhakim İdris və Qurultayning Türkiyədəki vəkilləri qatnaşqandan başqa yana Türkiyədəki hər qaysı təşkilatlarning məsulları, Türkiyədə fəaliyyət qılıyotqan siyasi fəaliyyətçilər, akademiklar və Türkiyədəki Uyghur cəmaətindən olub köp sonli kishi qatnaşqan. Uyghur tarixi tədqiqatçısı Dr. Nabijan Tursun 14 sentyabrdan başlap Avstraliyada Uyghur tarixi musafirləri və Şərq Türkistan Cumhuriyeti tarixi bo'yicha leksiya bergan. Uyghur tarixi tədqiqatçısı Dr. Nabijan Tursun 12 sentyabr Avstraliyaga yetib kelib, Avstraliyaning Sydney, Melbourne, Adelaide şəhərlərində elib baradigan Uyghur tarixi musafirləri və Şərq Türkistan Cumhuriyeti tarixi bo'yicha leksiya so'zlash faoliyatini boshlagan. Nabijan Tursun Efendi 14 sentyabr kuni Avstraliyaning Adelaide şəhərində Adelaide'dagi Uyg'ur, O'zbek, Tatar qatorliq Sharq Turkistondan Avstraliyaga kelib yerlashgan Sharq Turkistonlik muhojirlarga Uyg'ur tarixi musofirlari va Sharq Turkiston Cumhuriyeti tarixi bo'yicha leksiya bergan. Dr. Nabijan Tursun Efendining Adelaide'dagi leksiyasi 4 soatga yaqin davomlashgan bo'lib, o leksiyada Uyg'urlarning qadim tarixidan 20-asrgacha so'zilgan tarix musofirlari 1933-yildagi va 1944-yildagi ikki Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilishi, arx ko'rinishi, xalqaro siyosiy arx ko'rinishi va bog'lanishi bu ikki jumhuriyatning taqdiri haqida atrofli ma'lumot bergan. Adelaide'dagi leksiya so'zlash faoliyatiga Adelaide va uning atrofida yashaydigan 100 dan ortiq kishi kelib qatnashgan bo'lib, oraliqdagi tanaffusdan keyingi savol so'rash bosqichida Avstraliyadagi Sharq Turkiston muhojirlari va shu yerda tug'ilib cho'ng bo'lgan yoshlar Sharq Turkiston tarixi haqida bas-basli savollar so'rashgan. İttifaqlaşışni, birlashishni, uning kuchidan foydalanishni ham o'zini foydalatqizishni bilish kerak. Strategiyani bilish kerak odam. Hem siz şu devletlerinin, şularının menfaatlerine uygun buluşunuz gerek. O halde hem menesini yüzümüz kılanmayımızken çokum birisiyle taynışımız gerek. Hiç kimle tayanmasak biz tügüşümüz gerek. Onda ümitsiz bulmayız. Bizden onumuzda şu vaxtın özüde Şarkı Türkistan'daki Uygurlar ve başka şunun bizden onumuzda başka bir halklar bulup kalgan olsa mı? Başka bir milletler bulup kalgan olsa mı? Şu vaxtdaki halkara, şu vaxtdaki siyaset noktasından ihtiyaç noktasını elip etken çağda bizge o'xshash qismatda bo'lib qolgan bo'ladi. Alhamdulillah biz Uyg'ur bo'lib qolganligimiz shuni bo'lanmidik emas. Chunki cho'ng davlatlarning jug'rafiyalik joylashish sharoiti va shu xalqaro ichki tashqi
Dünyanın vaziyeti yani her zaman aşındak terakki yapıyor. Bugünkü dünyaya mı qarab bakыңlar? Ukrayna urushdan başlap hazır mesela Rusya, Xitoy hamkorliklari ko'rinishlarga. Shunda mı? Shunga o'xshash tarix degan ana ashunda shakllanadigan narsa. Shunga hech narsaga umidsizlik bilan emas, umidvorlik bilan qaraymiz. Mening taxallusim umid bor. O jing urush maydonida 20 milligan santar qizlar o'lgan. Buning ichida tatar var, Uyg'ur var, Rus var, hatta bir Rus qizninki o'qdagi portlab ko'zi chiqib ketganda o'zi o'lmagan. Keyin ota-onasi o qizni Qirg'izistonga ketib shu yerda yashab ketgan. Demak, unda fidokor odamlar har millatdan qizlardan nayt ko'p bo'lgan. Sharq Turkiston armiyasida 2000 dan ortiq ayol, qiz Sharq Turkiston armiyasining askar jangchisi bo'lgan. 2000. Bunun için en yukarısı mayor derdeki Shafiqa deydigan Tatar ayol Milliy armiyaning harbiy doktori, onun mayor unvoni mayor derecesiga yetdi. Qag'illarninki leytenant, bu poruchik degandek unvonlar 2000 ayol qahramonlar harbiy xizmat o'tagan. Elxon To'ramlar keyin Ahmedjon Qosimiylar ularni mana shu erlar bilan tang harbiy xizmat o'tishga ruxsat qilganda kalti yo'qlarni kiyib, spanklarini kiyib, erlar bilan jang maydonida yurib ish qilgan, yerda o'g'a erlarni quchoqlab, sen jang maydonidan qutulib chiqishgan. Ularni hech kim Elxon To'ra cho'ng bir diniy olim, voy namaram bo'ldi-ku demaganda ular. Avustraliyadan ziyoratimizni qabul qilgan Dilzod Damyan apandi bu faoliyat haqida ma'lumot berib, mundaq deydi. Doktor Nabijon Tursun apandimning Uyg'ur tarixi musofirlari va Sharq Turkiston Jumhuriyati tarixi bo'yicha leksiyan so'zlash faoliyati nihoyat yuqori kayfiyatda o'tdi. Qatnashuvchilar Uyg'ur tarixi va ichki jumhuriyat haqidagi ko'ngillarida yeshilmagan savollarning javobini tepishdi. Hatto bu faoliyat oralig'idagi dam olish vaqtlaridami yoshlar Nabijon Tursun apandimning atrofiga o'lishib olib, savollar so'rashdi. Faoliyat oxirida ko'pchilik bas-basda Nabijon Tursun apandimning 13 tomliq Uyg'ur umumiy tarixi kitobining hozirgacha chiqqan nusxalarini setib olib, Nabijon Tursun apandiga imzolatishgan bo'lib, Adelaydagi Uyg'ur muhojirlardan Yulduz Teyipjon xonim mundaq degan. Bu leksiyadan shaxsan men nihoyat muhim manfaat oldim. Shundaqla bu faoliyat orqali men shuni his qildimki, Uyg'ur muhojiratiga eng muhim va kam bo'lsa bo'lmaydigan faoliyatlardan biri mush shaklda Uyg'ur tarixidan leksiyalar o'rinlashtirish. Tarix tadqiqotchilari va Nabijon Tursun apandimdek ustozlarimizdan bilmagan narsalarimizni so'rab o'rganish to'liq muhim ekan. Bo'libmi hozirgi vaziyatda Uyg'ur muhojirati Xitoyning Uyg'ur irqi qirg'inchiligini pardozlash uchun vatanda hamma narsa normallashgandek ko'rsatishi va bir qism kishilarga vatanga berishga yo'l ochib berish bilan xalqimiz viruslangandek Xitoyning irqi qirg'inchiligini unutib, hatto vatanning taqdiriga ko'ngil bo'lish kayfiyati tuvanligandek bir holat shakllanmoqda. Mana shundaq vaziyatda xalqimizni va yoshlarimizni o'zimizning tariximiz bilan tarbiyalashning muhimligini his qildim. Mana bugungacha to'xtamay inkaslar kelyapti. Shunday yaxshi inkaslar bag'indan bak so'yinganligini, bak yaxshi bo'lganligi bu o'rinlashtirishninki, mushtaq shakldagi faoliyatlarninki bizga bak zarur ekanligi, bo'libmi hozirgi vaziyatimizda Xitoyninki siyosatini sal yumshatib kishilarimizningki viruslangandek vatanga safar qilishi, yig'ib aytganda o'zimizning tarixini bilmasligidan haqiqiy yoki bilishni xohlamasligidan mu'arif qarashga bo'lmaydi. Damolliqqa bir hissiyat bilan voy biz vatanga borolmay qoldik deblam bu genosid yangi boshlangan vaqtlarda haqlar butunlay boshqa bir hissiyatda bo'lgan vatanga berishni o'ylamaganda nurg'un kishilarimiz. Shunga bu davo sepadigilar bo'lsin, vatanning taqdiri ko'ngil bildiganlar nihoyat ko'pdi. Bara bir ishninki tezlik bilan parlab chiqqanini ko'rmagachga umidsizlik qoplab ketgan bizning xalqni ruhini. Mana shundaq vaqtlarda bizga mushtaq bir tariximizdan faxrlanadigan qandaq bir ajdodlarninki avlod ekanligimizni bildiradigan, o'zimizningki burun imperiyalarni, jumhuriyatlarni qurgan bir kuchli millat ekanligimizni, faxrlanish huquqimiz borligi Uyg'ur bo'lishimizdan ham bizningki buningdan keyingi majburiyatlarimizni, mas'uliyatlarimizni bildiradigan mushtaq bir tariximizni tushunish, anglash
haqiqatan zörür bo'lib qapti ekan. Fəaliyyət jarayonida kishilarninki o'tirib anglashtirdim bo'lsin, savol so'rashtirdim bo'lsin, uch Nabijon apandimga hurmat bildirishdim bo'lsin, hatto o'zimizning taqdiriga ichinib ko'z yosh qilishtirdim bo'lsin. Ulardan bir dars olgandek bo'ldimda. Bir ümidsizlik qoplab ketibdi bizning kishilarimizda. Shunga nim bo'lsin, bir kun bo'lsinmi, bilsa bilmasga sep, ko'z ko'masga silib, berib ko'rib kelsam bo'ldi, tuqqunimni, ota-onamni, ana tuprog'imni deb ashundaq kishilarning ko'payayotgan vaqtida baranmayotgan ham berishni hozir to'g'ri ko'rmayotgan insonlar uchun bu yana bir qatim to'g'ri qilibman, bu yo'lni tanlab chidishim kerak. Mushu bizga berilgan bir sinoq bo'lsa, bu sinoqlardan cho'qin o'tishim kerak degandek bir xil kuch beradigan bir faoliyat bo'ldi deb o'yladim. Bir-birisi qarab, bu mu chidab yashab o'tibdi mana vatan dardida, yuragiga tosh tengib yashab o'tibdi. Men nimishqa chidamayman degandek qarindoshlik xristian chang bog'laydigan biz bir ajdodning bolalariga degandek bir yaqinchilikni paydo qiladigan ashtaq bir faoliyat bo'ldi deb o'ylayman. Uning ustiga bu Nabijon Tursun apandim o'zi bakın bir kichik pil so'zlagan so'zlari shunchalik pokitlik bo'lg'achqa odamlarni tabiiylam o'ziga ram qilib net soatlarni o'tib ketganini bilmay qoldik. Beja apandimning yo'lini ziroq ko'may kelganiga bo'lsin, hamma jihatda bizning minnatdorligimiz ko'p. Nabijon Tursun apandimning bu qatimqi Adelaide'da o'tkazilgan Uyg'ur tarixidan leksiya berish faoliyatini Avstraliya Uyg'ur mashriqiy uyushmasi o'rinlashtirgan bo'lib, oldimizgi kunlarda yana Victoria Uyg'ur jamiyatining o'rinlashtirishida Melbourne va Sidneydami Uyg'ur tarixi musofirlari va Sharq Turkiston Jumhuriyati tarixi bo'yicha leksiya so'zlash faoliyati davom qiladi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.